Bugun 12-fevral onasini emsin bu hayotda kallasiga ko'targan bu hayotda kamera almashmayapti. Xullas karochi ol kamerada olyapman mana Abdulla akam. Bu yerdan bir gazeta bir 150 metr balandlikda yuribman onasini emsin. Lashtasiz, arqonsiz. Mana shu 1 metr xavfga o'limga 1 metr yaqinman. O'lib ketishim hech gap emas, lekin duq baland. Ko'ryapsizlar, ashdan duqlang baland bo'lsin. O'sha bu archalar, eslayman 250 metrli archalardi. O'sha pashtashim uchiga yetib qopti. Yaldashapan bo'lsa biri bor. 50-60 metr balandlikdan. Bu archa 50-60 metr bor balandligi, eng katta archalar. Anchamchoq emas, mana qish kunda bu oyoqli yoni bu hamga kirib ketadi. Mana bu yerda qirov tugagan. Oyoq bu biyda ketadi. Tamom. Yerga chalpib bo'laman. Onasini emsin. Ana o tashqarilar, o atroflar. Voy onalarni emsin. Mana uni eng baland bino bo'ylarini pashta o'shanga yetib qolgan biladi. Kelaverasizlar.